Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Hafta kunimizga shanba 2026-yil 9-may Andijon viloyati Xo'javod mol bozoridan bo'ladi. Kimga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yasizlar. Qani bo'lsam videolarimizni boshladik. Videolarimizni oxirigacha kuzatib olinglar. Bugungi videolarimizda xudo xolasa ona bola, bo'g'oz, yaqin bo'g'oz, suti bor hammasidan bo'ladi. Qani bo'lsam videolarimizni boshladik. Chami? Bolasi xunajincha xudo xolasa. Nechanchi tug'ish to'g'risida? Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi ekan. Bo'ylari 1.45, 1.50 atrofiga chiqadi. Kattaliklari katta, molimizni turish holatiga ko'ra, yelimlari ham chiroyli. Bolasi xunajincha. Birinchisiga xudo xolasa. Boshlig'i necha pul qilishdi buni? 38.500 ming so'm qilishni bermaymiz. Ozgina bo'lsa berasiz, xudo xolasa dastlabkilarni ham qilib berasiz. Kelishgan holatda. Telefon nomeringizni ayting. 88 kodi bilan 999 79 08 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar, dastlabkilarni qilib beramiz ham. Boshda rahmat, katta charchamang. Molimizni turishini ko'raman, orqa holatlardan ham chiroyli. Molni qaranglar. Akalar aloqaga chiqaramiz, dastlabkilarni qilib beramiz deyapti. Navbatdagi molimiz. Bunisi ham kattaliklari katta, yelimini qaranglar, yelimini chiroyli, kattaliklari katta ekan. Aka buni necha pul qilishdi? 25 million 500 ming so'm savdosi bo'ladigan bermayapsizlar. Ozgina bo'lsa berasizlar. Nechanchisiga bo'g'oz? Bitta tuqqan qonida ikkinchisi, bitta tuqqan qonida ikkinchisi. 25 million 500 ming so'mga ben ozgina bo'lsa berasizlar, ha? Ozgina bo'lsalar berasizlar. Dastlabkilardan kelishgan holatda qilib berasizlar, xudo xolasa. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Jigarlar telefon nomerini sotib olamiz, telefon nomeringizni bermaymiz deyapti. Tursa narxi bilan tanishtirib qo'ylar. 25 ming so'mga berilmayapti ekan. Nech puldan bo'ldi? Qaranglar deganlar, ko'ylar. Sotyapti ekan bular, sotamiz deyapti ekan. Bunaqasidan kattasidan so'raganlar bormi? Hoshto'g'a yana bola bu? Yana bola ekan. Qonida yana bor. 3 yosh ekanda, qonida necha oylik? 4 oylik. 4 oylik o'zlari uchun tekshirtirib olaveradi, xudo xolasa. Nechanchisiga? 5-bola qonida. Qonida 5-chi, to'rtta tuqqan, 14-chi bolasi ekanda. Bolasidan ko'ylab, bolasi xunajin qonida 5-chisi, yuvosh. Bo'ylari biri 15 atrofiga chiqadi bolasini o'zi. O'ziniki biri 35, biri 40 atrofiga chiqadi. Oshig'i necha pul qildi buni? 50 million savdosi bo'lyapti. Bermayapsiz, ozgina bo'lsa berasiz. Dastlabkilarni qilib berasiz, kelishgan holatda. Dastlabkilarni qilib bergan. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Bizga dehqonchilikdan. Sizlarga dehqonchilik xudo xolasa. Avvalo sotilib ketdi, sotilmasa bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93lik kodi bilan 145 57 72 raqamlariga aloqaga chiqarasiz. Kelishgan holatda dastlabkilarni qilib beraman deyapti. Ojidoga jigarlar aloqaga chiqaramiz, xudo xolasa. To'g'ri, rahmat, charchaman. Aka necha pul oldi bu? 17 million 900 ming so'mga barakasi o'tdi. Bo'ylari biri 15 atrofiga chiqadi, novvozcha. Aka bo'g'ozmi bu? Ya oldiga buni. Ya bu bo'g'oz emas ekan bu. Qisir ekan akalar. Yana bola ekan hozir ko'rsatganimiz. Deganlar ko'ringlar, mana ikkita jupa olaman degan akalarga orqadan kattasidan kattani biri 30 atrofiga chiqadi. Jupa olaman degan akalarga mana 42 million 500 ming so'm savdosi bo'layotgan, bermayapti ekan. Chiroylilarni qaranglar. Bo'g'ozmasa bu oshto'g'a? Qisir. Chesta qisir ekan, 42 million 500 ming so'm savdosi bo'layotgan, bermayapti. Ozgina qo'shsa berasiz? Ozgina qo'shsa sotamiz, ha. Dastlabkilarni ham qilib berasiz. Dastlabkisini ham qilib beramiz. Bu hali akalarni aloqaga chiqarsa bemalol kelishgan holatda. Kelishgan holatda. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91lik kodi bilan 607 1776 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar, dastlabkilarni ham qilib beramiz deyapti. To'g'ri, rahmat, katta charchamang. Jigarlar aloqaga chiqaramiz, turishini, holatini ko'rib turishini. Ha? 44 million 500 ming so'mga barakasi bo'libdi chupiga. Bo'ylari biri 15 atrofiga chiqadi. 44 million 500 ming so'mga barakasi bo'libdi, ko'ringlar. Pulingizni 25 million so'm
Savdosi bo'layotgan, bermayotgan, egasi aytayapti 25 million 500 mingga ham bermayman deb turibdi. 25 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Böyle 25 million 500 ming so'mga shvetidan, toza shvetidan turishini ko'ylab. Ha? 14 million 100 ming so'mga barakasi o'pdi. O'ylari biri 15 atrofiga chiqar. 14 million 100 ming so'mga barakasi o'pdi. Ko'ringlar. Aka necha pul oldi? So'ramabman, shotir. So'ramabman deyapti. Navbatdagi molimiz taniqalidan. To'g'ri necha pul qildingiz? So'rayapman. Necha pul beryapsiz? Ko'ring, bolasi xunajam variantlardan. Million 800 ming so'mga savdosi bo'layotgan. 23 million 800 ming so'mga. Kishi bir bosgan ekan akalar, 23 million 800 ming so'mga. Shu aka qilyapti. Savdosi buzmadik, keyingi molimizga o'tib ketaverdik. Orzoni necha pul oldi? 11 million so'mga barakasi o'tdi akalar. Bo'lari biri 10 atrofiga chiqadi. Xunajincha. Ko'ringlar mana 11 million so'mga bo'pti, mana barakasi o'pdi, shu aka o'pdi. Aka rahmat, charchamanglar. Ko'ringlar mana, yana mana novoz chekan, chiroylilari chiroyli, uzunlilari uzun. Hozir narxini xudo xolasa olishga harakat qilamiz. Aka telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 97lik o'ti bilan 581 50 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Necha pul qilishdi? 22 million so'm savdosi bo'pti. Bermayotgan akalar aloqa chiqaramiz. Aka necha pul oldi oshto'g'i? Sementan 38 million so'm bo'pti akalar, ko'ylama sementan 38 million so'mga barakasi bo'pti. 5 million 600 ming so'mga barakasi bo'pti. Qo'chqar 56. 23 million so'mga barakasi o'pdi. 23 million so'mga. Oshto'g'i necha pul oldi aka? 18 million 500 ming so'mga barakasi o'pdi. 18 million 500 ming so'm. To'g'i necha pul bo'ldi jupiga? 16 million so'mdan barakasi o'pdi. 32 million bo'ladimi? 16 million so'mdan barakasi o'pdi. Navbatdagi xunajinchalarimiz. Oshto'g'i necha pul bo'ldi? Har xil, necha pul har xil o'rtacha? 15 million, 13 million 500 ming so'mdan barakasi o'pdi. Ko'ringlar akalar, 3 ta mana xunajin. 12,5 million so'm bo'lib o'rtada esa. 17 million 500 ming so'mga barakasi o'pdi. Ko'ringlar, 17 million 500 ming so'mga lovozcha ekan. Bo'ylari biri 10 atrofiga chiqadi. 4 million so'mdan barakasi o'pdi qo'zichilar. Bittasi qo'chqa, bittasi ola. 4 million so'mga barakasi o'pdi. Oshto'g'i necha pul oldi? 22 million so'mga barakasi o'pdi.